İngliz tilida yozganimizda yoki gapirganimizda bizni bor til boyligimiz bilinadi. Tilimiz agar kambag'al bo'ladigan bo'lsa, bir xil strukturani ishlatamiz. Masalan, bugun gaplashadigan strukturamiz aynan mana shu mavzuga doir. Aytaylik, masalan, you should do it, you should do it, you should do it deb faqat shouldni ishlataveradigan bo'lsak, bizni tilimiz shunchalik kambag'al ekanligini ko'rsatib qo'yamiz. Va hozir esa bu video orqali sizga boshqa strukturlarni ham o'rgataman hamda speaking hamda writingda mana shu orqali ballangizni ko'tarishni o'rgataman. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan muxtasar 8 yillik tajribaga xalqaro ingliz tili o'qituvchisiman. Agar meni oldindan tanimasangiz, mana tanishib olyapmiz. IELTS ballim 8 va shu kungacha 5000 dan oshiq o'quvchilarga 0 dan to C1 gacha erishishiga yordam berib kelganman. Sizga ham yordam bera olaman. Buning uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying va yo'qotib qo'ymang. Demak, darsimizni boshlaymiz. Ushbu darsimiz bizda grammatical range ni kuchaytirish uchun qilingan, ya'ni biz oddiygina should, ya'ni maslahat berish uchun ishlatiladigan mana shu grammatikamizni bilamiz. Ammo juda ham kamchiligimiz buni turli xil ekvivalentlari, ya'ni alternativlarni ishlata olmaydi. Aynan mana shu alternativalarni sizga bugun o'rgataman va qanday qilib gaplarda qo'llashni ko'rib chiqamiz. Qani boshladik bo'lmasam. So, should bir marta kichkina takrorlab olamiz. Should o'zi bizda original modal fe'llarga kirar edi. Demak, o'quvchilarim bo'ladigan bo'lsangiz, siz oldindan bilasiz nimaga original deganimni. Demak, should bu modal fe'l va bizda aynan maslahat uchun ishlatilar edi. Xo'p, biz berayotgan maslahatlarimizni boshqacha strukturalar bilan ham ishlatsak bo'ladi. Ya'ni masalan tasavvur qiling, writingda sizga should kerak, lekin should ishlatib 4 ta gap yozdingiz. Bu degani siz xato qildingiz degani emas, ammo baribir ballingiz pastroq bo'ladi. Sababi grammatical accuracy bor, to'g'ri. Ya'ni siz masalan shoulddan keyin bare infinitive bilan to'g'ri yozib bermoqdasiz. Ammo 4 marta bir xil holatda should qilib ishlatganingiz uchun sizni grammatical ranges tushib ketadi va mana shu joyda pastroq ball olib kelishingizga, ya'ni olishingizga sabab bo'lib qoladi. Bu nafaqat faqat should ishlatganda, balki turli xil grammatikalarda ham sodir bo'ladi va bu speakingda esa repetition mistake deyiladi. Aslida mistake emas, umuman olganda repetition, ya'ni juda ham ko'p bir narsani takrorlab yuborishga kiradi va bu tilimizni kambag'alligidan darak beradi. Kelinglar boyitamiz bo'lmasam birinchi holatimiz. Demak, birinchisi 100% shouldni replika qilmasa ham, lekin juda ham chiroyli ishlatsa bo'ladi. Bu had better. Menimcha had betterni bir marta bo'lsa ham eshitgansiz, eshitmagan bo'lsangiz endi tanishib olamiz. Had better hech qanaqa zamonlar bilan aloqasi yo'q, ya'ni mana bu yerdagi had bu o'tgan zamon emas. Bu ikkalasi birga qotib qolgan bitta so'z hisoblanadi. Umuman olganda siz buni had better, think, should deb xulosa qilishingiz zarur bo'ladi. Shunda had better nimani ifodalaydi desanglar, bu strong advice, ya'ni juda ham qattiq bo'lgan, ya'ni mana shu ish qilmasa bo'lmaydi degan maslahat hisoblanadi va hattoki shu maslahatga amal qilinmasa oxiri voy bo'ladi. Demak, biz had betterni mana shu holatda ishlatamiz. Umuman shouldga sinonim qilib ishlatsak ham bo'ladi. Faqat o'sha oxiri voy bo'ladi degan narsani ham esingizdan chiqarmasangiz bo'lgani. Davom etamiz. Endi kelinglar, gap ko'ramiz bularga. So, let's say you had better wear a coat. It's cold outside. Xo'p, e'tibor bering. Ta'riflab ketyapman. You had better wear a coat. It's cold outside. Demak, ustingga kurtka kiyganing yaxshi, ogohlantirib aytyapti. Ko'cha sovuq. Ya'ni kurtka kiymasang bo'lmaydi degan ma'noda qattiq advice berilmoqda. Davom etamiz, yana gaplarni ko'ramiz. She had better listen to us this time. Bir safar, mana shu safar bizni eshitgani ma'qul deyilmoqda. E'tibor beringlar. Biz bu yerda you deganda ham had better ni ishlatdik. Hech qanaqa s qo'shimchasi mavjud emas. Xuddi shudda ham aytasiz-ku, you should wear. To'g'rimi? Yoki he should wear. He should wears emas. Xuddi shunaqa had betterda ham hech qanaqa o'zgarish ko'rmaysiz.
oddiygina fe'l bir holati, ya'ni bare infinitive holatini ishlatasiz. Mana she had better. E'tibor beringlar, bu yerda ham hech qanaqa hadni hasga ham yoki boshqa narsaga ham o'zgartirmaymiz, chunki shunaqa qotib qolgan bir ikki hisoblanadi. Listen'da ham hech qanday qo'shimcha ko'rmayapsiz. Demak, bizda had better, yana bir marta qaytaramiz, ogohlantirish kuchli maslahat hisoblanar ekan. Bizda had better mana shu holatda kelar ekan. Ikkinchisiga o'tamiz. Bu esa bizda ought to. Ought to ni hozir zamonaviy kitoblarda, zamonaviy ingliz tilida ko'p uchratmaysiz, ammo baribir IELTS kontekstlarda chiqib qolishi yoki eski kitoblarda, eski deganda 10 yil oldingi kitoblarda yoki 20 yil oldingi kitoblarda ko'rishingiz mumkin. Shuning uchun ham o'rgatib ketaman. Ought to ham shundoqqina sinonim hisoblanadi va bu ham bizda maslahat berishga ishlatiladi. Masalan, you had better wear a coat emas, balki you ought to wear a coat desak bo'ladi. Yoki she had better listen to us this time deyish o'rniga she ought to listen to us this time. E'tibor beringlar, ought to dem hech qanaqa s qo'shimchasini qo'shmadim. Ought bilan faqat to degan qo'shimcha kelishi shart va mana shu holatda undan keyin bare infinitive qo'llayotganini ko'rib turibsiz. Bu ko'pincha bizda odobli holatda gapirish bo'ladi. Masalan, we ought to apologize ASAP, as soon as possible. Biz iloji boricha tezroq uzr so'raganimiz ma'qul. He ought to take the pill now. Masalan, u mana shu dorini ichishi kerak hozir. Demak, umuman olganda bu ham xuddi shunaqa, nima ekan bizda shouldni birga bir sinonim ekan. Faqat hozir bu unaqa trendy emas va hozirda deyarli uchratmaysiz. Ammo tanib qo'ygan, bilib qo'ygan yaxshi. Uchinchi holatimiz esa deyarli gap holatda, ya'ni umumiy gap yasab boradi. Ya'ni it is advisable to. Ya'ni shunaqa maslahat beraman deganday holatda yasaydi. Shunda it's advisable to deb turib, bu yog'iga fe'l bir bilan bog'lab ketib, bitta gap yasasak bo'ladi. Kelinglar misol ko'ramiz. Masalan, it's advisable to drink plenty of water every day. deydigan bo'lsak. Xo'p, demak it's advisable to, e'tibor bering. Demak it is advisable to dan keyin mana drink so'zini ishlatmoqdaman, ya'ni o'sha gapimizning davomi fe'l bilan boshlanib ketmoqda. Ya'ni biz har kuni yetarlicha miqdorda suv ichish bu yerda tavsiya qilinadi degan ma'noda aytmoqdamiz. Bu to'g'ridan to'g'ri passive voice bo'lmasa ham mana shunaqa tarjimani bera oladi va bu formal gaplarda juda ham chiroyli eshitiladi. Writingda masalan yozadigan bo'lsangiz, it's advisable to bilan yozsangiz ham bo'ladi agar vaziyat shuni taqozo qiladigan bo'lsa. Yana bitta gap ko'radigan bo'lsak, it is advisable to save money for emergencies. Emergency nima degani? Favqulodda holatlar, to'g'rimi? Ya'ni kutilmagan, biz bilmagan. Demak, it's advisable to save for emergencies deyish bilan biz o'sha favqulodda holatlar uchun pul saqlab qo'ygan ma'qul degan gapni bermoqdamiz. Bundan tashqari siz shutga juda ham ko'p bo'lgan, ya'ni if I were you, I would do this kabi, ya'ni ifli gaplarni ham ishlatsangiz bo'ladi, lekin hamma situatsiyada tushmagan uchun hozir bu yerga qo'shishimiz shart emas. Umuman olganda mana bularni biz ko'proq writinglarda ham, speakinglarda ham bemalol ishlatsak bo'ladi. Shuning uchun sizga aynan mana shu 3 ta alternativani bugun ko'rsatib berdim. Dars foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosishni hamda o'z izohlaringizni yozib ketishni unutmang, chunki bular menga kuch beradi va izohlarda undan tashqari yana qanday mavzularda qiynalishingizni va yana qanaqa mavzularda videolar chiqishini istashingizni yozib qoldiring. Siz bilan Muxtasar bo'ldi. Hozircha bye bye.